Assalomu alaykum. Ismim Qobiljon, Toshkent shahar Archa ko'chasidagi Nur milliy taomlar rahbariman. Bizda mana shu har bitta xonalarimiz, kabinalarimiz bor. Bizda mehmonlarni qabul qiladigan va bizda mijozlar oqimi ko'p bo'lganligi sababli va ko'p tez almashganligi sababli xonalarimizda tez ovqatlar kiradi, insonlar kirib chiqqanligi uchun baribir xonada qanaqadir insondan tarqaladigan hidlar bo'ladi. O'sha ko'rpachalarga, yonlarga o'rnashib qolganimiz, asvetil qo'yganimiz bilan baribir asvetil hidi chiqqani bilan keyinchalik yana chiqishi bizlarga muammo bo'lyapti. Bizlar Ozon Oksel brendi ostidagi ozon apparatlarini oldik. U xonalarnidagi har bir hidlarni, yomon bakteriyalarni hech qanaqa xonada qoldirmasligini biz tekshirib ko'rdik va undan foydalanyapmiz hozir. Akamizga rahmat. Hozir hattoki ko'rpachani hidlab ko'rsangiz ham hech qanaqa hid yo'q. Hech qanaqa hid bo'lishi mumkin emas. Chunki uni har kuni pashtabda cherizdan foydalanamiz. Mehmonlarimiz ketadi, ketgandan keyin yarim soatgina qo'yib qo'yamiz, bo'ldi. Xona shunaqangi toza, shunaqangi ozoda hid bo'ladi. U yangi xonada bo'lib qoladi-da. Hammaga tavsiya qilamiz. Bizga yoqdi, ma'qul.